Assalomu alaykum qadrli obunachilar, bizni kuzatib boruvchilar. Termotraverti mahsulotlarini ishlab chiqarishda davom etyapti. Hozir biz 3 cm penoplastik 30-60 razmerdagi молочный свет termotravertilarni ishlab chiqaryapmiz. Samarqandga jo'natadigan yuklarimiz davomi bu. Bu yoqda quritib tayyor qilingan mahsulotlar. Bu penoplastlar ertangi kunga mahsulot quyish uchun zagotovka. Bu yog'i endi 4 cm lik penoplastga 2 kvadrat oshiqroq obyekt bor edi. Shunga zagotovka qilib tayyorlayapmiz. Xudo xohlasa Samarqandniki ham ertaga bitib qoladi. Indinga quritib tayyor qilsak, egalariga dostavka qilib chiqarib boramiz. Kimga shunaqa mahsulotlar kerak bo'lsa, ekrandagi raqamlarga qo'ng'iroq qilib aloqaga chiqinglar. Xudo xohlasa chiroyli qilib yetkazib beramiz. Hammaga rahmat, sog' salomat bo'linglar.